Taksi haydash meni haqiqiy kasbim emas. Demak, taksini shunchalik ko'ngil ochish uchun haydar ekansiz-da. Unda asosiy kasbingiz nima? Mayli, sizga ko'rsataman. Jinursi. Sizga ochig'ini aytaman. Bu ham meni asosiy kasbim emas. Shunaqami? Yo'q. Ha. Mashinada o'tirganda tezga o'xshab ko'rinadi. Aslida unday emas. Shahar ichida tezlikni 50 dan oshirish mumkin emas. Bu mashinalarga, skateboardlarga, taksistlarga ham taalluqli. Albatta u xursand. U meni tutdi. O'z ishini yaxshi epladi. Undan baxtli odam yo'q. Lekin haydovchilik guvohnomasi meni hayotim. Agar bugun kechqurun piyodaga aylansam, ertaga o'laman. Bunday imkoniyatdan foydalanishim kerak. Odatda hamma kaltak meni boshimda sinadi. Bugun ilk bor omadim keldi.